Assalomu alaykum. Ozon sehrli oshxonamizga xush kelibsiz. Mana bugun men sizga ajoyib vitaminga boy sharbat tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 2 ta kivi, 3 ta olma, ozgina ukrop va qaynatilgan suv kerak bo'ladi, sovigani. Masalliqlarimizni yaxshilab yuvib olamiz. Olmamizni to'g'rashdan boshlaymiz. Hammasini katta-katta qilib to'g'rab olamiz. Judayam vitaminga boy sharbat bo'ladi bu. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Kivimizni ham qopog'idan archib olamiz. Uni ham mayda-mayda to'g'rab olamiz degan. Ukrobimizni ham katta-katta to'g'rab olamiz. Va maydalagichimizga hamma masalliqlarimizni solib yaxshilab maydalab olamiz. Suvimizni ham qo'shib mana ajoyib mazali sharbatimiz tayyor.